Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlardan birida masjidga kirganlarida Ansorlardan bo'lgan Abu Umoma ismli bir sahoba muhatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi" dedi. "Ey Abu Umoma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgataymi? Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkazadi, qarzlaringizni uzadi, ado qiladi" dedi. Har rostla o'rgating dedi. Tong ottirsangiz yoki kech kirgizsangiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabati ad-dayni va qahrir rijal. Parvardigoro, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqonlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan